Mana shu narsani arzon sotish sababi nima? Bu nima edi bu? Hadi mulsa bu. Aha. Buni Rangli. Ha, bu 30 xil rangli mulsamiz bor. Bu necha kiloli bu? 20 kiloli. Necha pul narxi? 85 ming so'm qilib beramiz. 85 mingdan optim narxida beraverasiz. Necha xil sveti bor buni? 30 xil sveti bor aka. İzmir Hozir bu brendi. eski katalogimiz, yangisimiz ham chiqyapti. 30 xil svet bor. Svetlar chiqarib beraverasizlar. Bu svet chiqarilaveradi. Bundan tashqari travertin deyapsiz. Travertinimiz ham bor. Hali bilsangiz tayini qora qilishyapti uyda, ko'p tepasi oq bo'lyapti. Tepasi oq bo'lyapti. O'sha qaysi o'sha? Bu oqi mana mashinasi, tayi gurun to'pkasi bor. Ular travertinga nima zarur bo'lsa hamma ishlaydi. Bu necha pul bu? Bunimiz 85 mingdan optimga qilib Necha kvadrat ketadi mana shu? Tortsa 15 kvadratga, sepsa 30 kvadrat ketadi. Yo'q, travertin zo'r ekanda mana shu. Xudo xolasa saqlanaveradi bemalol. Saqlanaveradi. Saqlashaveradi. 85 mingga 15 kvadrat bitib ketar ekanda travertin. Bemalol. Tana qilib. Ha, gurun to'pkalar, skotlar, hamma yo'g'i bor. Buni necha xil sveti bor travertin? Bu sveti bo'ladimi buni? 15 xil sveti bo'ladi. Seri, oq, seri, to'q seri, hamma sveti bor. Hozir nomer qoldiryapmiz. Bu do'konimizning lokatsiyasi Marg'ilonda, O'qchin yo'lida, Optim Izmirga kelganmiz. Bu ishlab chiqarish Andijonda. Sizlar birinchi qo'lmiz. Birinchi qo'l mana shu yerga keladi, filial, dilersizlar. Buni hozir sizdan arzon yo'q hech kim. Yo'q, bizdan arzoni yo'q. Kraskalarimiz ham bor. Ha, buni kraskalari qanday? Bu hozir oq, pol, hamma yo'g'i bor. İzmir'de. Misol oila debman, shuni ro'zg'orga bitta odam uyini remont qilsa kelsa ham beraverasiz. Tushuniga ham shunaqda beraveramiz. Optimga ham shuna. Optimga ham shu. Xo'p, palovoylar nech bilan boshlanadi? 40 ming so'mdan boshlab 120 ming so'mgacha oq pollarimiz bor. Xuddi o'sha narxda ketaveradi. Bemalol. Ya'ni o'zimizni brendlar, mana yerda hozir gurun to'pkalar bor. Gurun to'pkalar bor. Nech pul gurun to'pka? 2 kilo 800 ligimiz 13 ming so'm Optimga. Bu ham arzon-da hozir. Ha, 5 kiloligimiz mana 16 ming so'm. Kafelkili. Bularni ham Optimga 18 mingdan qilib beraveramiz. 25 kilolik kafelkili. Tushuniga ham qilib beraveramiz. 18 mingdan donaga ham Optimga ham beraverasiz. Beraveramiz. İzmir Roadbunda buni ham bir xilda qilib beraveramiz. Shpagelovka hamma yo'g'idan. Buni ham o'sha narxda beraverasiz. Hammasini qilib beraveramiz. Bundan tashqari ko'rib turibsizlar, Megamixlar ham bor ekan. Endi bular o'zlarining brendini o'sha dilersizligi uchun Izmirga kelganmiz. Bemalol xarid qilishni ham mumkin. Mana bu yerda ham terib qo'yilgan. Xo'p, to'liq ketsa, bu tomon mana do'kondan chiqib 10 tomon yursangiz, O'qchin svetofor o'na shu yerda. Mana bu tomonimiz Langardi yo'li, svetofor yo'li. Katta yo'lni bo'yida nomer qoldiryapmiz. Akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nima zarur bo'lsa, qo'llangancha iloji borsa dastlabki ham qilib beradilar. Dastlabki shahar ichi dastlabki qilib beramiz. Dastlabki bor. Bemalol telefon qilaverasizlar.